Leksimizi davamlaştırımız hürmetlik vatandaşım. 2018 yılının 5'ida Prezident Trump bilen Reis Xi Jinping tunji qatam telefonda so'zlashdi. Nimalarni deyishdi? Mavzuli xabar 1-ayning 16 kuni Jungoga nazar orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Çavuşan Koreya tinchlik suhbati o'tkazilayotgan paytlarda, masalan 1-ayning 9-kuni ben bilganda Çavuşan bilan Koreya suhbat boshladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Jungoning raisi Xi Jinping bilan telefonda so'zlashdi. Xi Jinping mundaq ko'rsatdi. Çavuşan bilan Koreyaning vaziyati bir oz erigandek bo'ldi. Har qaysi taraflar davomli tirishchanlik ko'rsatib, vaziyatni yumshatib, suhbatlashishga hozirlash kerak. Suhbatlash shart, hozirlash kerak. Jungoning aloqador matbuoti mundaq xabar qildi. Xi Jinping 16 kuni Prezident Trump bilan telefonda so'zlashganda mundaq dedi. Çavuşan yarim orolining tinchligi va muqimligini qo'g'dash har tarafning o'rtaq manfaatiga muvofiq keladi. Jungo taraf Amerika Qo'shma Shtatlarini o'z ichiga olgan holda xalqaro jamiyat bilan birlikda Çavuşan yarim orolini yadrosizlashtirishni ilgari surdi. Prezident Trump telefonda mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungoning Çavuşan yarim oroli masalasi to'g'risidagi muhim roliga e'tibor bilan qaraydi va Jungo bilan davomli aloqalashib turishni xohlaydi. Amerika Jungo davlat boshliqlari Amerika Jungo munosabati to'g'risida telefonda so'zlashganda bu to'g'risida to'xtaldi. Xi Jinping mundaq dedi. O'tgan bir yilda Amerika Jungo munosabati umumiy jihatdan muqim taraqqiy qildi. Ikki davlat xalqining manfaatiga uyg'un bo'ldi hamda xalqaro jamiyatning kutganidek bo'ldi. Shunlashqa ikki taraf yuqori darajalik, yuqori qatlamliq aloqa qilishni saqlab, bo'libmi yuqori darajalik dialog funksiyasining rolini to'liq joriy qildirib, ikkinchi qatimliq suhbatni muvofiq paytda o'tkazishimiz lozim. Xi Jinping yana mundaq dedi telefonda. Amerika Jungo ikki davlat harbiy ishlar, qonun ijro qilish, ma'rifat va hamkorlik jihatlarida aloqa qilishni ilgari surib, ikki taraf o'zaro munosabatni yuqori o'rnatishimiz, hamkorlikni quyuqlashtirishimiz kerak deb ko'rsatdi. Yani bir tarafta Reis Xi Jinping Amerika Jungo munosabatini qurilish xarakterli usullar bilan aramizdagi sazg'ir masalalarni bir taraf qilib, o'zaro joni-jon manfaatimizni hurmat qilib va zo'r darajada ko'ngil bo'lib, Amerika Jungo munosabatining sog'lom, muqim taraqqiy qilishini ilgari surishimiz kerak, qo'g'dishimiz kerak dedi. Telefonda Prezident Trump bilan Reis Xi Jinping so'zlashyapti. Bu so'zlar Reis Xi Jinpingning so'zlari. Prezident Trump javoban mundaq dedi. Amerika Jungo munosabati hamkorlik e'tibor bilan qaraydi. Yuqori qatlam bo'yicha aloqa qilib, amaliy sohalarda hamkorlikni qanot yoydirdi. Ikki taraf o'rtasidagi savdo tijorat masalasini yaxshi bir taraf qilib, ikki taraf munosabatida zo'r taraqqiyotlarni qo'lga keltirishni ilgari surdi. Prezident Trump bilan Xi Jinping mushuning bilan 12 qatam telefonda so'zlashgan bo'ldi. Amaliyotda ikki davlat rahbarlarining telefonda so'zlashishining yana bir ariq ko'rinishi shu ediki, bu qatam Çavuşan bilan Koreya suhbat o'tkazgan bir paytda Kanadaning Ottawa shahrida 1-ayning 15-kunidan 17-kuniga chaqirilgan xalqaro yig'in 16 davlat amaliyoti 20 davlat tashqi ishlar ministrligi yig'ini o'tkazib, Çavuşanni yadro qurollarini taraqqiy qildirishdan qanday chekindirishni maslahatlashdi, muhokama qilishdi. Buning uchun Jungo tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Lokan Jungo tarafining norozi bo'lganligini bayonot qildi.
Bexatarlik komitetining embargo siyosatiga moslashib, Jungo ham Chavshanni xom neft bilan ta'minlashni uzgan edi. Lekin keyin bayqaldiki, Jungo bexatarlik komitetining Chavshan qaratgan embargo siyosatiga aktiv moslashgandek ko'rinishda amaliyotda xufiyan yo'llar orqali Chavshan bilan maxfiy savdo qilib keldi. Masalan, o'tgan yil 11-oyning 29-kuni Koreyaning bir parxiti xamnepet to'shayotganda 12-oyning 29-kuni xamnepet to'shayotganda Koreya dengiz tavalliga tutilib qoldi. Koreya gazeti oshkorlab bunday ko'rsatdi. Jungoning dengizda mal to'shig'ichi ko'plagan shirkatlari bayrog'i almashtirilgan. Parxotlar to'shish usulini qo'llanib, bexatarlik komitetining embargo siyosatidan aylanib o'tib, ochiq dengizda Chavshan bilan maxfiy savdo qildi. Demak, Chavshanga xamnepet to'shaydigan parxotlarning hammasi bayrog'ini almashtirdi. Bu xalqaro bo'lib turadigan ish ekanda. Bayrog'ini almashtirmasdan qizil bayroqni ilib degandek boshqa bayroq bilan xamnepetni Chavshanga o'zliksiz to'shib turdi deydi. Prezident Trump Twitter'da fikir qoldirib, shundan keyin Jungoning Chavshanga nefit yo'llashga yo'l qo'yganligidan bak umidsizlandim deb ko'rsatdi. Prezident Trump yana shu vaqtda mundaq ko'rsatdi. Jungo tarafning bu harakati xuddi o'g'rini naq maydonda tutilib qolgandek bir harakat bo'ldi deb ko'rsatgan.